Assalomu alaykum. Shu videoni ko'rayotganlar. Xo'p, Eron Islom Respublikasi Arjon regioni 7 daryo hududidamiz. Bu yerda table grape'lar yetishtirilyapti. Mana ko'ryapsizlar. Ikki xil usulda bu o'sha yotib o'sadigan table grape hisoblanadi. Bitta shoxi 10 metrdan 50 metrgacha o'sishi mumkin. Bu aynan Shirozi navi hisoblanadi. Shirozi navi bu bir gektar maydonga xuddi shunaqa tarash, ya'ni bu ikkita shox qoldirilar ekan. Mana o'rtada ko'rayotganingiz shox, birinchi shox, asosiy chiqqan shox. Chap tarafga 50 metrgacha, o'ng tarafga ham 50 metrgacha bitta asosiy shox qoldiriladi. Bu asosiy shoxlarda ko'ryapsizlar, meva beradigan shoxlar ham turibdi. Xo'p, shunaqa qilib maydonga qarab turib 50 metrgacha bo'lishi mumkin, lekin odatda 10 dan 15 metrgacha, umumiy uzunlik 30 metrgacha bo'lar ekan bitta o'simlikda. Shunda mana ko'rib turibsizlar, 1 gektar maydonda 120 tubgacha mana bunaqa qilib uzumlarni ekish mumkin ekan. Mana ko'ryapsiz. Bu faqatgina lalmi, ya'ni yog'ingarchilik suvidan foydalanib ekiladigan uzum navi. Bu bizni ko'proq Samarqand oshxonalarida g'orob degan narsa bo'ladi. Uzumdan tayyorlanadi. Shu va uzumni so'ki uchun ekiladigan nav. 1 gektardan 10-15 tonnagacha aynan hozir turgan joyimda hosil olish mumkin. Bu yerda yog'ingarchilik 500-700 mm atrofida va qishning eng sovuq harorati -10 gradusgacha va eng issiq harorat bu yerlarda 40 gradusgacha yoz kunlarida bo'ladi. Suvni qanday yig'iladi? Suvni yig'ish bu yerda mana bu o'simlikning tubiga 40 mana bu yerga 40-50 sm kovlab go'ng va mineral o'g'itlar solinadi. Har 4-5 yilda bu yerdagi bu o'simliklarni suv va suvni ushlab qolish qobiliyatini, tuproqda namlik ushlab qolish qobiliyatini yaxshilaydi. Tepada ko'rib turibsizlar, bodom. Bu yerda yong'oq, mana yong'oqlar bor. Mana bu toshlar esa ikkita soyliqda o'rtasiga qilingan, ya'ni eroziya xavfini kamaytiradi. Nimaga tepaga bodom ekkansizlar degan savolga, chunki sovuq pastroqda bo'lganligi uchun sovuqqa chidamsiz bo'lgan bodom, anorlarni biz tepaga ekkanmiz degan javob berishdi mahalliy fermerlar. Mana bu ham mana Eronlik hamkasbimiz. Rahmat ma'lumot uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.